Assalomu alaykum, salomatsizlarmi? Hozir buni Imom Azam madrasasına kelganda o yaxshi bir eski imoratni ko'rib qoldik. Bu joyqi imorat ekan. Yashagan jana o'tirib mehmonlarni kutganga. Bu murda Irisayil hukumatida turgan ekan. Irisayil hukumatining bag'ini ichida. Bu 60-yillarında jasalgan ekan, qurilgan ekan. Ondan keyin o'sha 70-yillar ушул жерге olib kelingan ekan. Jag'ini chiqib ko'raylik degan qiziqish bo'ldi. Ichkariga kirganda bunday. Ham buni remont qilishga harakat qilishadi ekan, remont qilib qo'ysa bo'ladi ekan. Yaxshilab qirasqilab. Şimdi обновление kerak ekan.